Ko'pchilik hayotini o'zgartirmoqchi bo'ladi, lekin hamma ham bunga jur'at qila olmaydi. Chunki asosan muammo hayotda emas, odamlarda emas, pulda emas yoki sharoitlarda emas. Muammo yillar davomida bizani ichimizda, bolaligimizdan bizani ichimizda shakllanayotgan fikrlar, dasturlar, qo'rquvlar va e'tiqodlarda. Shu sababli ko'pincha bir xil og'riqlar bizani hayotimizda qayta takrorlanaveradi. Holatlar, dekoratsiyalar o'zgaradi, insonlar o'zgaradi, sharoitlar o'zgaradi, lekin og'riq o'zgarmaydi, o'sha og'riq qovuradi. Bir xil moliyaviy qiyinchiliklar tugamaydi. Qarzdorliklar girdobi, bitta qarz yopasiz, orqasidan ikkinchi qarz, uchinchi qarz yopasiz, orqasidan to'rtinchi qarz, to'rtinchi qarzni endi yopdim, maza qildim, ozodlik deganda beshinchi qarz ham eshikni taqillatib kiradi. Agar bu holatda sizni hayotingiz takrorlanayotgan bo'lsa, demak, уже vaqti keldi. Vaqti keldi hayotingizni boshqarishni o'z qo'llaringizga olishga. Natija o'zgarmayaptimi? To'xtating chiranishni. Tashqi sharoitlarni o'zgartirishga harakat qilishi, tashqi sharoitni nazorat qilishga harakat qilishi to'xtating. Bu yerda muammo tashqarida emas, muammo ichkarida. Siz ichki dasturlarni o'zgartirishingiz kerak, ichki qarashlarni o'zgartirish kerak, ichki munosabatni o'zgartirishingiz kerak. Vaqti keldi azizim. Siz meni hozir shu yerda o'tirib eshitib turibsizmi? Demak, vaqti keldi. Bu narsalarni siz bekorga eshitmayapsiz. Va aynan shu sababli, shu maqsadda yo'lni ko'rsatish uchun, yo'l borligini ko'rsatish uchun, baxtni boshqa shoxalari borligini ko'rsatish uchun sizga hayotda o'yini kursini taqdim etaman. Hayotda o'yini loyihasi, 4 bosqichli loyihasining birinchi dasturi, birinchi kursi, fundament, poydevorga qabul ochildi. Va bu shunchaki motivatsion kurs emas. Bu transformatsion kurs. O'zlikni anglash, ichki dunyo bilan ishlash va hayotingizni ongli ravishda boshqarishni o'rgatadigan transformatsion tizim bu. Kurs davomida siz ong va ong osti bilan ishlashni o'rganasiz. Takrorlanayotgan ssenariylardan qanaqa chiqishni o'rganasiz. Ko'rasiz, eshitasiz, tushunasiz. Qo'rquv, aybdorlik, ichki bloklar va cheklovchi e'tiqodlar bilan ishlashni o'rganasiz. Siz o'rganasiz o'zingizni qadrlash, sog'lom chegaralarni qurish va ichki tayanchni shakllantirishni o'rganasiz. Ana ong, qalb, ruh uyg'unligini tiklashni boshlaysiz va hayotingiz yo'lida mas'uliyatni o'z bo'yningizga olib, hayotiy holatlarga boshqa insonlarning nazari bilan emas, o'zingizni nazaringiz bilan boqib, uni tahlil qilishni o'rganasiz. Ongli tanlov qilishni o'rganasiz. Variantlarni ko'rishni boshlaysiz. Siz qachon tanlov qilishni boshlaysiz? Qachonki variant ko'rishni boshlasangiz, variant ko'rmasangiz qatdan tanlov qilasiz? Men sizga aynan o'sha variantni ko'rishni o'rgataman. Fundament poydevor dasturida sizni nimalar kutyapti? Bu 3 oylik transformatsion dastur bu. 28 ta chuqur video darslar, 9 ta katta bob. Har bir bobda 3 tadan 5 tagacha dars, 6 ta jonli efir, meditatsiyalar, amaliyotlar, ta'kidlar, nafas mashqlari. Bularning hammasi kurs dasturida uyg'unlashgan. Kurs yopiq Telegram kanalda kuratorlar nazorati, kuratorlar hamrohligi va Kamina Parishah nazoratida, Parishah hamkorligida o'tkaziladi. Kurs sizga 2 ta paket taqdim qilindi. Bittasi standart, ikkinchisi VIP. Kursning narxi 880 ming so'm va sizga u yerda kuratorlar hamrohlik qiladi va kuratorlarga esa men hamrohlik qilaman. Ikkinchi paket bu VIP paket bo'lib, uning narxi 2 million 800 so'm va u paketdagi ishtirokchilar bilan shaxsan o'zim hamrohlik qilaman. Siz hozir qaror qilasiz. Siz hayotda tomoshabini bo'lasizmi yoki ishtirokchisiga aylanasizmi? Sizni tomosha qilishadimi yoki siz tomoshabin bo'lasizmi? Qurbon va shunga o'xshash pozitsiyalarda yashaysizmi yoki yaratuvchiga aylanishga tayyormisiz? Agar hozir ichingizda o'zgarishlar vaqti keldi degan ovoz bo'lsa, uni qayta o'chirmang. Qatnashaman degan niyatni izohda qoldiring, sizga albatta aloqaga chiqamiz. Bu safar hayotni shunchaki kuzatmang, uni o'ynang.